Bu video oxirigacha ko'ring, qanday qilib hozirgi kunda termin olish mumkinligini, tez kunlarda terminingiz kelishi mumkinligini men sizlarga aytib o'taman. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Alban Building kanalining muxlislari va bizning obunachilarimiz, bizda obuna bo'lmasdan kuzatib borayotgan bizning hamyurtlarimiz. Sizlardan bitta iltimos, obuna bo'lib qo'yamiz, chunki bizning kanalimizda 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatib boryapti ekan. Bu nima uchun muhim? Bu sizda bu videolarimizni tarqalishiga, bu xalqni Germaniyaga kelish bo'yicha bilimini oshishga, huquqiy madaniyatni oshirishga, huquqiy ongini oshirishga, viza qonunchiligidagi ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishiga va keyinchalik shu ma'lumotlarga ega bo'lgan odam firibgarlarga aldanib qolmaydi. Kimlar firibgarlarga aldanib qolyapti asosan? Firibgarlarga aldanib qolayotgan hamyurtdoshlarimiz Germaniya vizasi haqida umuman tushunchasi bo'lmasdan turib, Germaniyada ishlash haqidagi umuman tushunchasi bo'lmasdan turib Germaniyaga ketishga harakat qilayotganlar oxir oqibatda aldanib qolyapti. Yoki masalan boshqa konsaltinglar orqalimi, boshqalar orqalimi elchixonaga hujjat topshirib ham viza olisha olmayapti. Sababi nimaga? Bugungi videomizda biz albatta siz bilan hozir nima uchun Germaniya elchixonasi barcha mehnat shartnomalaringiz bo'lgan taqdirda ham, barchasi hamma hujjatlaringiz bo'lgan taqdirda ham sizga nimaga отказ berayotganligini, nimaga sizga viza bermayotganligini, ishchi viza bermayotganligini sabablarini hozir sizga aytib o'tamiz. Nima sababdan bunaqa holatlar bo'lyapti va o'shanaqa sabablarda bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? O'shalarga qarab hozir biz albatta mana shu bu videomizda o'sha sabablarni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Barchasini men sizlarga hozir shu videoda aytib o'taman. Obuna bo'lasizlar, like bosib qo'yasizlar, kommentariy yozish eslaringizdan chiqmasin. Savollaringiz bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta hozirgi kunda masalan 1 hafta 2 haftani ichida javob qaytarishga harakat qilyapmiz. To'g'risi, chunki juda ko'p odamlar bizga murojaat qilishyapti. Iltimos, bizni masalan bitta videomizni ko'rdingizda chala-chulpa ko'rib turib bizga murojaat qilmanglar, iltimos. Menga viza kerak, nima qilishim kerak? Bizda bu haqida hamma videolarimiz bor, barcha videolarimiz bor. YouTube kanalingizni ko'rib keldim-ku deydi. Men aytaman, aka, nechta videomizni ko'rdingiz desam, aytadiki, ha bitta videongizga ko'zim tushganda shu Germaniyaga jo'natyapsiz ekan. Yo'q, akalar, opalar, singillar, ukalar, hamyurtlarimiz, iltimos bizni kanalimizga o'tib, ko'proq videolarimizni ko'rib, o'zingizga mos videolarimizni ko'rib, keyin bizga murojaat qilsangiz, o'zingizda ham qanaqadir Germaniya haqida tushuncha bo'ladi va biz ham bizga masalan konkretni savol bilan murojaat qilsangiz yoki konkretni ish bo'yicha murojaat qilishingizdan oldin albatta siz qanaqadir ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. O'zi masalan любой davlatga ketmoqchi bo'lsangiz ham siz o'sha davlatga ketishni oldin o'zingiz o'rganib chiqishingiz kerak. Instagramdan bir ikkita video ko'rganingiz u hisob emas. Mutaxassislarga murojaat qiling. Mutaxassislarga murojaat qilishdan oldin siz albatta o'zingiz o'rganib chiqing. Qonunchiligini, elchixonaning saytiga kiringlar. Elchixonaning saytlariga kirib, sizlar o'rganib chiqib, undan keyingina murojaat qilsanglar, o'shanda yaxshi bo'ladi. Endi bu nima uchun masalan eng ko'p holatlarda masalan sizga Germaniya elchixonasi nimaga отказ berishi mumkin? Vizaning turi noto'g'ri tanlanganligi sababli. Siz masalan Fachkraft, hamma Fachkraft deydi-yu, o'zi Fachkraft nimaligini ko'pchilik bilmas ekan. Fachkraft degani nemischadan o'zbekchaga tarjima qilganda mutaxassis degani. Siz birortagina sohada mutaxassis bo'lsangiz, o'shanda Fachkraft olishingiz mumkin. Fachkraft vizasi ikki xili bor. Akademik diplom bilan va professional diplom bilan. Akademik diplom deb universitet institutlarning diplomini aytadi. Shu ma'lumot bilan, akademik ma'lumot bilan Fachkraft olish bu 18-B paragraf bo'yicha siz vizaga hujjat tayyorlashingiz kerak, topshirishingiz kerak. Buni o'zini talablari bor. Bundan kelib chiqib masalan biz masalan shu video tagiga masalan ro'yxatlarini yozib o'tamiz yana bir marta. Saytimizga masalan kirib o'tsanglar ham almavizum.com saytiga o'tsanglar, Fachkraft vizasi haqida to'liq ma'lumot berilgan, to'liq ma'lumot bor. Vizalar kirasizda, masalan vizalar ilovasida vizalarni tanlasangiz to'liq ma'lumot keltirib o'tilgan. Qanaqa hujjatlar tayyorlash kerak, qanaqa hujjatlar kerak, barchasi haqida ma'lumotimiz bor. Buni hozir masalan uncha qattiq to'xtalib o'tmaymiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariy yozinglar. Aynan Fachkraft universitet institut diplomi bilan Fachkraft vizasini olish haqida alohida video qilib chiqaramiz. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, shu narsani bizga bildiringlar, yozinglar kommentariyalarda. Bizga qiziq shu narsa deb. Biz kommentariyalarni bir o'qib chiqamizda, shu Fachkraft vizasi haqida alohida video ham qilamiz. Fachkraft vizasini aynan oliy ma'lumotlilar uchun. Endi ikkinchi turi 18A paragraf bilan kollej diplom bilan professional. Sizda agar professional obrazovание bo'lsa, professional ma'lumot bo'lsa, kollej diplomingiz bilan olinadigan fakt. Buni ham o'zini talablari bor.
Eng muhim joyi, institut diplomingiz bilan sizdan til sertifikat talab qilmaydi. Universitet, institut, oliy ma'lumotli diplomingiz bilan sizdan til sertifikatini talab qilmaydi. O'rta maxsus ma'lumot bilan professional kollejlar diplomi va texnikum uchilishlar diplomi bilan til sertifikati minimum B1 darajada bo'lishi kerak. Doktorlar, meditsina xodimlari uchun, hamshiralar uchun B2 daraja bo'lishi kerak. Aynan shu 18A paragraf faqratga siz hujjat topshirayotgan bo'lsangizgina. Buni ham masalan turlari ko'p. 16 da Amerikaning partnerschaft vizasi bor, yana boshqa vizalar bor. Ularda ham o'zini har bittasini o'zini talabi bor. Endi masalalarga masalan aytaman. Nimaga noto'g'ri hujjat topshirishingiz mumkin? Faqrat shartnoma oldingiz. Shartnomangizda cho'tki yozish kerak, diplom bilan sizga taklif qilinayotgan ish o'rnini o'sha shartnomaga bog'liqlik joyi bo'lishi kerak. Yordamchi, helfer kasblariga sizga shartnoma bergan bo'lsa, afsuski siz uni faqratga topshirgan bo'lsangiz, sizga viza chiqmaydi. Hujjatni tayyorlashda shunday yondashish kerakki, mehnat shartnomasi o'sha odamni, kelayotgan kandidatni diplomga viza olish uchun bog'langan joyi bo'lishi kerak. O'shandagina sizning diplomingiz hisobga olinadi. Agar bog'langan joyi bo'lmasa, sizning diplomingiz borligi, 10 ta diplomingiz bo'lmaydimi? U inobatga olinmaydi. Sababi sizga masalan 10 ta diplomingiz bo'lgani bilan siz o'sha sohaga yaqinroq yoki o'sha shartnoma bo'yicha, nimaga masalan oddiy misol, nemis tili filologiyasini bitirgan odam, bizda masalan tajribamizda bo'lgan, mehmonxonaga ham ishga kelgan holatlari bo'lgan. Menejer bo'lib, nimaga? Sababdan biz uni tilni bitirganligini hisobga olib turib, o'sha kasbga masalan diplomi bog'liq ekanligini isbotlab berganmiz. Mehnat shartnomasi orqali, motivatsiya xati orqali, motivatsiya xatiga sal videoning davomida to'xtalib o'tamiz albatta alohida, va yana qo'shimcha xatlar orqali. Nimaga ish beruvchi aynan shu odamni ishga olayotganligini. Shunaqa qilib bog'lasa bo'ladi diplomni. Buni ham o'zining yo'llari bor bog'laydigan. Agarda sizga masalan bu narsalar bo'yicha konsultatsiya kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Konsultatsiyamiz, bunaqa jarayonlardagi konsultatsiyalarimiz bizda pullik. 500 ming so'm turadi. Sababi bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Ko'pchilik mendan masalan xafa bo'ladi, unaqa deydi, bunaqa deydi. Endi bitta narsani sizlarga aytib o'taman. Bizda ishga olib kelish bo'yicha konsultatsiyalarimiz, o'zimiz orqali ishga kelayotgan bo'lsangiz, bepul konsultatsiyalarimiz. Lekin siz boshqa firmaga murojaat qilib, bizga hujjatlar bo'yicha savol bermoqchi bo'lsangiz, bu pulli hisoblanadi. Ko'pchilik o'zini aqlli hisoblab bizni masalan aldamoqchi bo'ladi, yo'q, unaqa emas, bunaqa deb so'rab olmoqchi bo'ladi. Endi mayli deb, настроение ham yaxshi bo'lsa, mayli deb bekorchiroq bo'lsam, javob berib qo'yaveraman. Lekin ko'pchilik bu odamlar qanaqa odamlar? Bu odamlar o'zi hayotda biror narsaga erishmagan, hayotda birorta ish qilib ko'rmagan, bilimga ega emas, yetarli malakaga ega emas odamlar. Bulardan masalan xafa ham bo'lmaymiz uncha qattiq. Faqat ozgina jahlni chiqaradigan gaplarni gapirishadi. Nimaga pul, shunga biroz aytgan gapingga pul olasanmi? Insonlar, agarda siz ham o'sha odamlarga, o'shanaqa o'ylaydigan odamlarga meni javobim, bepul ma'lumotlarimiz YouTube kanalimizda. YouTube kanalimizda xohlaganingizcha ko'ring, saytlarimizda hamma ma'lumotlarni keltirib o'tganmiz. Lekin sizga meni maslahatim kerak bo'ladigan bo'lsa, bu pul turadi. Nimaga? Bu maslahatni sizga berish uchun bir necha yil davomida universitetlarda o'qilgan. Keyin bir necha yil davomida ishlab tajriba orttirilgan. Hozirgacha ham masalan ma'lumotlarni, yangi ma'lumotlar bilan o'qib, malaka oshirish dasturlarida qatnashib boriladi. Har doim mehnat qilyapmiz, vaqt ketkazyapmiz bu narsalarni. Bu bilimga ega bo'lish uchun qo'pol qilib aytganda, men 15 yil umrim ketgan. 15 yil umri ketgan odam, u nima desa bo'ladi? Vaqt bu pul turadi. Hech bu dunyoda hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Lekin vaqtni, sog'lik salomatlikni, yor birodaringizni sotib olib ololmaysiz. Shu narsalarga masalan mehnatini, vaqtini, umrini sarflagan odam uchun albatta uni keyin konsultatsiya berishi pulli hisob turadi. Sababi siz ham masalan oddiy misol qilib aytaman. Yana qassoblar ham aytadi, aka siz ko'p qassoblarni primer qilib aytasiz deydi. Qassob qo'ydi, molni boqib, mehnatini, vaqtini sarflab turib unga keyin go'shtini tekinga sotmaydi-yu. Bu eng oddiyda, hamma shuni kerak bo'lgan jarayon hisoblanadi. Siz ham o'zingizni qilgan mehnatingizga usta bo'lsangiz, santexnik bo'lsangiz, boshqa kasb egasi bo'lsangiz, tekinga ishlab bermaysiz-ku. Tekinga ishlab beradiganlar bo'lsa, kelinglar ishlab beringlar tekinga. Meni ham masalan ko'p qiladigan ishim bor. Tekinga ishlab bersa o'sha odam bilan masalan o'shanda ham tekinga bo'lmaydi-da.
man unga qanaqadir xizmat ko'rsatyapman, u menga uyimda tekin ishlab beryapti. Obmen bo'lyapti xolos. Bu ham masalan ko'pchilik birovni mehnatini yerga urish hisoblanadi-da. Ha, tekinga qilib qo'yaveraydi. Sizlardan bir og'iz gap so'rasham pulli ekanda. Albatta unaqa narsa pulli bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Albatta pulli. Yana kotiga aytib beraman o'sha pulingizni deb qo'yadi. Birinchidan men sizlarga bitta narsa aytib qo'yay. Jiddiy odam, jiddiy kirishgan odam, birorta joyga Germaniyaga ketaman deb jiddiy kirishgan odam albatta pul sarflaydi. Bu oldindan to'lov emas. Hech qanaqasiga oldindan to'lov unaqa narsalar bilan adashtirmaydi. Konsultatsiya olmoqchi bo'lgan odamlarga bizda pulli. Biz bepul konsultatsiya berilmaydi. Bepul konsultatsiyadagi hamma narsamiz bu videolarimizda men YouTube'ga o'tayman, bepul qilib hamma uchun foydasi tegsin deb mana konsultatsiyalarni YouTube'da qilib qo'yganmiz. O'zingiz masalan ko'rib bemalol shuni olishingiz mumkin. Lekin sizni hujjatlaringiz tayyorlashga ketganda oddiy misol advokatga borsangiz ham O'zbekistonda pul so'raydi-yu, sizga masalan ishingiz militsiyaga tushgan, boshqa joyga tushgan, advokatga boryapsiz, shu narsani hal qilmoqchiman desangiz, konsultatsiyasiga pul oladi-ku. Viza masalalari ham xuddi shunaqa. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Keyingi e'tirozga masalan rad qilinishiga sabablardan bittasi, diplomingizda masalan hujjatini noto'g'ri topshirishni ko'rib chiqdik-a. O'zingizga mos vizani tanlashingiz kerak. O'zingizga mos vizani tanlashingiz uchun sizga mutaxassis kerak yoki o'zingiz qonunlarni o'rganib chiqishingiz kerak. Yo mutaxassisga men 300 ming so'm, 500 ming so'm pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, siz o'zingiz o'rganib chiqishingiz kerak. Necha soat vaqtingiz ketadi, o'zingiz o'rganib bemalol shu xulosaga kelishingiz mumkin. Endi keyingi atkazlarning yana bitta sababi. Eng muhimi, ko'pchilik buni ahamiyatga olmaydi. Vizani har qanaqa turiga ham. Til kursi vizasiga hammaga chiqadi deyapti. To'g'ri hujjat qilinsa, to'g'ri motivatsion xat yozilsa, o'shandagina til kursiga ham viza chiqadi. Motivatsiya xatini yozishda ham olmay kiydirib qo'yasizlar akalar. Men atkaz olganlarning ko'pchiligini motivatsiya xatingiz bitta tashlayinda deyman. Aka, men atkaz oldim, bizga boshqa firmalardan men shu firma orqali hujjat qilgandim. Menga atkaz berishdida deydi. Motivatsion xatini o'qisangiz, nima qayerda yozsangiz, buni nimaga bunaqa qilib motivatsiya xati yozdingiz desa, aka deydi, internetdan deydi olgandim deydi, o'zimga to'g'rilab akbadan familiyamni o'zgartirib qo'ygandim-da deydi. Yoki ChatGPT orqali. Qayerdan chiqarib oldinglar sizlar ChatGPT orqali motivatsiya xati yozishni? Yo to'g'ri yozsanglar bo'ladi. ChatGPT orqali ham siz masalan o'zingiz motivatsiya xatini o'zbek tilida yozib turib, uni struktura qilib turib, chiroyli qilib turib, o'zingiz haqingizda, lebenslavlaringizni masalan kirgizib, ish joylaringizda, Germaniyaga qayerlarga borishingizni, nima qilmoqchiligingizni, kelajakda 5 yildan keyin nima qilmoqchiligingizni yozib turib, o'zbek tilida, mana nemis tilini zo'r bilmasangiz, o'zbek tilida yozing, o'zbek tilida yozishni bilasizku. Keyin o'shani ChatGPTga tashlaylar akalar. ChatGPTga tashlaylarda menga nemis tiliga shuni B1, B2 darajasida tarjima qilib berdinglar. Strukturasini ozgina to'g'rilab berdinglar, o'shanda ham bo'lib mening normalniy motivatsiya xati chiqadi akalar. Odamlarning yozgan motivatsiya xatini ko'rsangiz, ko'nglingiz ayniydigan bo'lib qolgan ChatGPTga yozdirganlarini. Biz ham masalan ChatGPTni ishimizda, faoliyatimizda ishlatamiz, lekin u motivatsiya xati yozish emas. Biz uni qaysi holatlarda ishlatamiz? Instagramdagi postlarimiz, YouTube'dagi postlarimizda masalan video qo'ydik, izoh yozishimiz kerak, o'shalarga ChatGPT ishlatiladi bizda ham. Saytlarimizni olib borishda, tekstlarimizni masalan yozishda, to'g'rilashda, ortografik xatolarni to'g'rilashda ishlatiladi. ChatGPT ortografik xatolar to'g'rilashga yaxshi ishlaydigan narsa. U men sizga nima deydi, u men dinozavr emasman, men to'g'ri 90-yillarda tug'ilgan bo'lsak ham biz ham masalan unaqa dinozavr emasmiz, hech nima tushunmaydigan. Tushunamiz hamma narsani biz ham. Odamlar prosta erinchoqligidan ko'rib, mas Germaniyaga harakat qilyapti. Shartnoma olibdi manada, qaranglar, shunaqa holatni ko'rdik biz. Bitta yigitimiz Germaniyadan shartnoma olibdi. Malades. Bitta firma orqali shartnoma olibdi. Mehnat shartnomasi. Unga masalan ish beruvchini tasdiqnomasi, bunsakin turga yozilgan tasdiqnomalari olingan. Keyin yana barcha diplom bor, ish diplomga tushadi. Atkaz olgan sababi motivatsion xati. O'sha bo'yicha atkaz olyapti. Elchixona endi sen motivatsiya xatini yaxshi yozmabsan deyapti-yu. Deb yozmagan-u umuman masalan atkazida. Uni sababiga ko'rsangiz, masalan, sizni borishdan maqsadingiz bilan bu ish olingan kontraktingizda bog'liqlik joyi yo'q deb yozgan. Bu demak motivatsiya xati yaxshi yozilmagan. E'tibor qilinglar motivatsion xatiga. Lebenslavda ham hay nimaga archa bayram qilib jo'natyapsizlar? Elchixonaga archa bayram lebenslavlar qilib topshiryapsizlar-da. Yozib qo'ygan elchixonada tablitsa shaklida, jadval shaklidagi Lebenslauf avtobiografiya deb yozib qo'ygan. Jadval shaklidagi. Hop ChatGPTdan so'rab ko'ringlar, jadval shaklidagi Lebenslauf nima?
Keyin eng asosiysi, masalan, siz ish beruvchilaringizga jo'natayotganingizda ham kerak emas narsani yozmanglar Lebenslavga, iltimos. Bu Germaniyada не принято deydi-yu ruslarda. Germaniyada, bizda O'zbekistonda aytishadi-yu, to'g'ri universitetda o'qiganlarga можно aytishgandir, iqtisod o'qiganlarga, hozir iqtisodda o'qigan akalar birdan kommentariy yozishni boshlayapti, har bitta tajriba muhim deb. Yo'q, muhim emas o'sha narsa. Aynan Germaniyada u narsa muhim emas. Agarda sizni jo'natayotgan hujjatlaringiz o'sha ishga oid bo'lmasa, o'sha tajribangiz muhim emas. O'sha tajribangiz agarda siz hujjat topshirayotgan kompaniyangizdagi ish o'rniga oid bo'lsagina jo'nating. Lebenslavga qo'shib yozing. Siz masalan oddiy misol qilib aytaman, siz fura haydashga kelmoqchisiz, C kategoriya pravangiz bor, to'g'ri diplomingiz bor, bu plyus degani, lekin ofitsiant bo'lib ishlaganingiz, mayli fura kompaniyasidagiga qiziq emas-da, akalar. Foydasi yo'q narsa. Foydasi yo'q narsani demak zarar keltirishi mumkin degani. Kerak emas o'sha narsani qilmanglar. O'sha masalan joyiga ham plus masalan ko'pchilik masalan fura haydab kelishda masalan tajribangiz bo'lmasa, uni avtobiografiyaga kirgizish kerak. Masalan, shu yilda masalan pravo olganman, tajriba bo'lishi borligini ko'rsatishingiz kerak siz elchixonaga. Siz viza olmoqchimisiz? Shu sohaga tajribangiz borligini ko'rsatib berishingiz kerak, shart u narsalar. Endi hujjatlarda to'liqmasligini aytmasam ham bo'lsa kerak, yana bir aytib o'tib ketamiz. Elchixona masalan qaysi holatlarda sizga masalan rad javobi berishi mumkin? Hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa. Ko'pchilik masalan power bo'lsa, Germaniyaga kelmoqchi bo'lsa, powerlarda kelishiga agar diplomingiz powerchilik sohasida bo'lmasa, faqat kollej bilan oliy ma'lumotli diplom hisobga olinadi xolos. Bu sizda aytda o'qigan 2 oylik, 1 yillik kurslaringiz hisobga olinmaydi. U plyus bo'ladi, lekin u hisobga olinmaydi. Sizda 6 yillik ish stajingiz bo'lishi kerak. 6 yillik ish stajingiz bo'lmasa, o'sha haqida hujjat bermagan bo'lsangiz, sizda masalan power bo'lib Germaniyada ishlashga haqqingiz yo'q. Uni sizga viza chiqmasligi aniq. Hujjatlarni to'liq qilish kerak. Har bitta viza turiga Germaniya elchixonasining saytida полный список kerakli hujjatlar ro'yxati bor. Har bitta viza turi bo'yicha bu narsa bor. O'shani e'tibor bilan o'qib, o'sha yerdagi bor hujjatlarni tayyorlang. Agarda masalan kollej diplom bilan siz hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, albatta u Germaniyadan tasdiqlangan bo'lishi kerak, Germaniyada ishlaydigan joyi bo'lishi shart, akalar. Prava bilan kelayotganlarda pravani tarjima qilinishi shart nemis tiliga. Agarda faqatgina u prava nemis tilida olingan bo'lmasagina, boshqa любой tildan nemis tiliga tarjima qilingan bo'lishi shart. Motivatsiya xati chiroyli qilib yozilgan bo'lishi shart. Eng muhim jihatlardan bittasi mehnat shartnomasi Fachkraft vizalari uchun aynan sizning lavozimingiz Fachkraftga to'g'ri keladigan lavozim bo'lishi shart. Agarda u sizni Bauhelfer deb yozib qo'ygan bo'lsa, quruvchi yordamchisi, yordam ishchi ishlar bilan shug'ullanadi deb yozilgan bo'lsa, mehnat shartnomangizda siz hech qachon Fachkraft vizasini ola olmaysiz, xudoni zorini qilsangiz ham. Olinmaydi, bermaydi. Sizda lavozimingiz ham to'g'ri kelishi kerak shartnoma bo'yicha. Shu narsalarga qattiqroq ahamiyat beringlar. Shartnoma oldi degani u bo'ldi, ayt deb xursand bo'lish kerakli degani emas. Shartnoma oldi degani bu albatta uni bir ko'rib chiqing, u mutaxassislarga murojaat qildiring. Masalan, mutaxassislar masalan sizga ko'rib aytib beradi, hujjatlaringizni tekshirib, qaysi viza turiga masalan topshirish kerakligini aytib o'tishadi. Va ko'pchilik bizga mana aytishyapti akalar, termin deb. Bilmayman nimaga sizlarga. Har kuni biz masalan video chiqardik, elchixonaga terminga hujjatlarini jo'natgandik. Bizga 15 kunlarda 2 haftalar ichida termin kuni belgilandi dedi. Ko'pchilik bunga ishonmayapti. Bilmayman nimaga sizlarga termin 12 oyda kelyapti. Elchixona o'zi saytida ham ko'rdik, yozib qo'ygan. Lekin siz ish beruvchingizni aniq qilib ko'rsatsangiz, terminingiz tez keladi. Ish beruvchingiz aniq qilib ko'rsatib, mehnat shartnomalaringizni kirgizib qo'ysangiz, bunda raqamlari bor. O'sha raqamlarni kirgizib qo'ysangiz, to'g'ri qilib Germaniyada yoki mana bu yerdan oldindan Bundesagenturning roziligini olib hujjat topshirsangiz, terminingiz 2 haftada keladi akalar. Faqat o'sha raqamini topshirish kerak xolos. Keyingi ikkinchi variant. Ko'p vizani turlariga hozirgi kunda TLS kontaktdan termin olsa bo'ladi. To'g'ri, buni ham olish oson emas. Kuzatib borish kerak, terminlar chiqish. Faqat to'g'ri termin olishingiz kerak. TLS kontaktga masalan akalar bitta narsada, agarda sizlar o'zlaring 16D ga termin olib turib, siz ertaga 18B ga hujjatlaringizni ko'tarib borsangiz, qabul qilishmaydi. Bekorga vaqtingizni, pulingizni ketkizganingiz qoladi xolos. TLS kontakt bu pulli termin.
Ular vizaviy sentr hisoblanadi. Germaniya elchixonasining ofitsialniy partnyori. Bu Germaniya elchixonasining saytida ham yozilgan bu narsa. Endi masalaga bitta narsa aytdik, akala opalar. Qo'lingizda shartnomalaringiz bo'lmasdan turib termin olib o'tirmang. Menga masalan 10 haftasiga bir 10 ta, 15 ta odam yozadi. Aka, meni bu kunga termini bor, menga shartnomaga yordam qiling. Akalar, sizlar o'ylab gapirasizlarmi? To'g'risida 2 haftani ichida men sizga qanday qilib ish o'rni bilan ta'minlab beraman? Bizni hujjatlar tayyor deb suhbatga yetib borguncha vaqtimiz ham 2 haftadan ko'p ketadi-yu. Men xohlagan taqdirimda ham sizga bunaqa tez muddat ichida yordam ko'rsata olmayman. Срочный bo'lsangiz ham. Ya xohlagan pulingizni beraman deb qo'yadi. Men bu narsani xohlamayman. Chunki shunaqalarni orqasidan terminlarni sroklari uzayib ketadi har doim. Qo'lida shartnomasi bor yo'qmi termin olib qo'yadi. Hamma narsani to'g'ri qiling, o'shanda sizga ham Xudo to'g'ri qiladi ishingizni. To'g'ri ishlaganda ishi har doim to'g'ri bo'laveradi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Xitriylik qilaman deganlarda Germaniyada xitriylik o'tmaydi, O'zbekistonda o'tishi mumkin, Rossiyada o'tishi mumkin, yana boshqa davlatlarda. Germaniyada aytadi-yu, men davlatda deydi aldalaman deydi. Yo'q, Germaniyada alda olmaysiz. Germaniya hukumatini aldash qiyin. Battin tupoyda o'tirgani yo'q, elchixonada ham, boshqa joylarda ham. Sizlar bilan Alman Vizum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassis Vanessa Sakbullayev bo'ldi. Germaniyada ishlash barchangizga nasib qilsin. Siz barchangizni Germaniyada kutib qolamiz. Kommentariy, izoh, videolarda kim Germaniyaga hujjat qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Aytgancha, bizda til kurslarimizda onlayn o'qishingiz mumkin. Germaniyada noqonuniy yurgan bo'lsangiz, uni qonunlashtirib olishingizga ham yordam berishimiz mumkin. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Plus ofisimizga Germaniyadagi yurganlar Germaniyadagi ofisimizga kelishlaringiz mumkin. Barchangizni kutib qolamiz. Sizlar bilan yana bir bor vizalar bo'yicha Alman Vizum kompaniyasining yetakchi mutaxassisi Vanessa Sakbullayev bo'ldi.